Bo'stonliq tumanida Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan sayyor qabul o'tkazildi. Unda viloyatning turli hududlaridan kelgan fuqarolar murojaatlari ko'rib chiqilib, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlash masalalariga ahamiyat qaratildi. Qabul davomida Chirchiq shahri, Qibray hamda Bo'stonliq tumanlari va boshqa hududlardan kelgan aholi vakillarining ariza hamda shikoyatlari atroflicha o'rganildi. Jarayonda fuqarolar bilan ochiq muloqot olib borilib, har bir murojaatning mohiyati tahlil qilindi. Tadbirda 28 nafar fuqaro va yuridik shaxslarning vakillari ishtirok etdi. Ko'rilayotgan murojaatlarning 15 tasi tergov surishtiruv, sud qarorlari hamda ularning ijrosi, ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlar, yer maydonlaridan foydalanish kabi masalalarni qamrab oldi. Sayyor qabul davomida kelib tushgan murojaatlarning 10 ga yaqini joyida ijobiy hal etilgan bo'lsa, qolgan masalalar qo'shimcha o'rganish talab etgani sabab ish yurituviga olinib, tegishli tashkilotlar xulosasi asosida ko'rib chiqilishi belgilandi hamda ijro muddatlari nazoratga olindi. Aytish mumkinki, mazkur sayyor qabul aholi bilan bevosita muloqotni kuchaytirish, mavjud muammolarni tezkor bartaraf etish hamda adolat tamoyillarini ta'minlashga xizmat qiladi.